Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 250 kiloli yem-mishal akamizni yana bir zakaz bo'yicha bir xonadonimizga olib keldik. Bu safargi yo'nalishimiz Namanganning sentriga olib keldik, Lolaga. Xudo xolasa motorlarimiz 3 kilovat, 1,5 ming оборот, yangi reduktor, qachka motorlar. Hop, akamiz endi ko'proq suv qo'shib tayyorlashar ekanlar mana. Yana bir narsa aytib qo'yaylik, bizni kuzatib turgan obunachilar, akalar, mana drabelkadan chiqmagan somon hali ulgurishmabdi drabelkadan chiqarishga. Lekin shunaqa bo'lsa ham savoraverdik. Iloji boricha drabelkadan chiqqan somon bo'lsa juda ham zo'r mayin aralashtirib beradi akalar. Lekin hozir ham aralashtirish yomon emas. Shunaqa tayyorlashar ekan yemni. Hozir kechki yemlarni bir tayyorlashib o'tishyaptilar. Shunaqa drabelkadan chiqqan bo'lsa yem-mishalga ham qiynalmaydi. Iloji boricha drabelkadan chiqarilgan mahsulot tashlaylar akalar. Xo'p, bu 250 kiloli yem-mishalkamiz. Ishlash jarayoni. Bu yerda nima qo'shilgan bu yerda? Shunaqa qilib boqasiz faqat. Mana shu holatda boqishadi. Hozir drabelkadan chiqmagan aniq hisobiga ozgina qiynalish bo'lyapti, lekin mayin bo'lsa ancha yaxshi chiqaradi. Bundan ko'ra yaxshi aralashtiradi. Aralashtirishi ma'qulmi? Hozir quruq yem aralashtirsangiz, quruq yem tashlaysiz, naborot yaxshi bo'ladi. Nimaga yem bir-biriga qorishib turib, unaqa bitta to'planish ham bo'lmaydi, yorib yuboradi yem. Yem yoradi nimani. Siliosni ham hamma narsani kepay yoradi. Nimaga bu tajribadan o'tgan. Xo'p, bunisi ishalkamiz, bunisi Andijonga ketyapti akalar. Xudo xolasa Namangan Andijonga dastavkalarimizni yetkazib beryapmiz kech bo'lsa ham. Akalar, ma'qul kelgan bo'lsa zakaz beraverasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Vodiyga iloji boricha uygacha qilib beryapmiz. Qolgan viloyatlarga, markaz joylargacha vaqtga qarab iloji boricha uygacha qilib beryapmiz. Bo'lmasa markaz joylargacha akalar. Kimga ma'qul bo'lsa, Xudo xolasa mana ishlashlari ham, bergan pullariga ham rozi bo'lib, ma'qul deb aytishyaptilar. Xudo xolasa hozirchilarni olib tashlab ketyapmiz akalar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Xudo xolasa keyingi obzorlarimizda yana ham chiroyli qiziq narsalar qo'yib boraveramiz.